Salom do'stlar. Sizlar bilan men Dilsaf Farhman. Xo'sh do'stlar, bugungi yo'limizda biz sizlar bilan Dribbling Soccer 2026dagi hammada muammo bo'layotgan, ya'ni o'yin qotib qolishi va grafika muammosi bo'layotganiga hammasiga yechim topib sizlarga, ya'ni foydali bo'lgan video chiqarmoqdaman do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, videomizni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Va meni Telegram kanalim ham bor. O'shanga obuna ham bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana ekraningizda chiqadi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, o'sha kanalda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va Dilis haqida yangiliklarni bemalol ko'rib bilib olishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, hozir bo'lmasa biz ya'ni grafikani to'g'irlash uchun hammaga kerak bo'ladigan mana bu nastroykaga o'tib olamiz do'stlar. Mana bu yerda parametrlar degani o'zbek tilida tarjimasi. Xo'sh, mana bu yerda ingliz tilida turibdi. Bu hozir biz o'shani rus tiliga o'zgartiramiz. Rus tiliga o'zgartirilganda sizlarda rus tili ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun rus tilida bajaraman. Hop, ana ruskiy bo'ldi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, hozir ko'rib turganingizdek, mana bu yerda Viberi yazik, sложность va энергоразрежение degan joy bor. Uzr aytolmay qoldim. Mana shu yerda ko'plarda avtomaticheskiy bo'lib turadi do'stlar. Shuni vehicle qilib qo'ysalaring do'stlar, mana shu o'chadi do'stlar. Agar vehicle tursa, bu yonib turgan bo'ladi. Shuning uchun buni vehicle ga bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Bu iPhone uchun ham, Android uchun ham bir xil rejimda bo'ladi do'stlar. Buni o'zgartirganingizdan keyin telefoningizni quvvati past bo'lsa ham yoki baland bo'lsa ham grafikasi bir xil tarzda bo'laveradi do'stlar. Bir masalan o'yin bo'lganda, masalan, vehicle yoqib qo'ysalaring, bemalol o'zim quvvat past yo baland bo'lsa ham bir xil rejimda ishlayveradi. Ya'ni o'zi gazonda, ya'ni stadion bo'lsa ham bir xil katta, ya'ni yorqinroq rejimda ishlayveradi do'stlar. Buni vehicle ga qo'yib qo'yishingizni so'rayman. Androidda ham, endi iPhone'da ham bemalol bular ishlayveradi. Va ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu yerlar shart emas. Bu zvuk, ya'ni ovozni ko'targich, pasaytirish va shu kommentatorni, sharhlovchini tillarini ham o'zgartirsa bo'ladi. Endi Providunity mana shu yerga kelamiz do'stlar. Bu yerda parametri grafiki degan joy bor. Mana shu yerda mana shuni ustini bossak, ko'plarda mana shunday avto, bez atmeni, avto degan joylar turadi. O'shani FPS ni oddiy 60 darajaga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Mana 60 ks, ya'ni FPS degan bu FPS yaxshi ishlaydi do'stlar bunda ham. Endi keyingisini avto ochish, ya'ni kачествосini niskiy darajaga qo'yib qo'yamiz buni. Darajasini niskiy qo'yib qo'yamiz. Va keyingisida bez atmeni degan joy bor. Mana shu yerni Решение problem degan joy bor do'stlar. Forsirovat open GLS3 degan joy bor do'stlar. Ana shu yerga buni qo'yib qo'yamiz do'stlar. O'shalarda qilib qo'ysangiz ham bo'ladi do'stlar. Hozir bu yerda chastota kadro bor do'stlar. Mana shuni men aytgandek qilib qo'yishingiz kerak do'stlar. Shundan keyin telefoningizda mana shu o'ynayotganingizda ham bemalol qotmaydi va silliq bo'lib ishlaydi do'stlar. Ko'plarda mana bu kачествоsi juda yuqori bo'lishi mumkin, sredniy darajada yo visok darajada bo'lishi mumkin yoki o'ch vizukda bo'ladi. Shuni do'stlar niskiy darajaga qo'ysangiz kачествоsi ham bemalol bo'ladi. Lekin buni bez atmeni yoki boshqa Forsivat Vulkan degan joylari bor. Umuman bunaqa narsaga qo'ymanglar do'stlar. Masalan, faqat mana shu Forsirovat Open GLS3 degan joy bor. O'shani bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Endi buni xohlasangiz do'stlar, buni screenshot qilib olsangiz ham bo'ladi. Bu parametri grafiki degan joy bor. Bemalol mana shu joyga kirib, men aytgandek qilsangiz, xudo xolasa, umuman qotmaydigan bo'lib, ya'ni yaxshi grafikada, ya'ni 4K sifatida bemalol ishlab beradi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa, biz dilisiga bitta перезагрузка berib yuboramiz. Hozircha do'stlar, mana ko'rib turganingizdek va o'zingiz bilib olishingiz mumkin. Endi videoni bir orqaga qaytarsangiz, mana shu hozirgi darajasiga qaraganda boya salgina xiraroq ishlagan do'stlar. Hozir qarasangiz juda ham yarki ishlamoqda. Mana bemalol e'tibor berib qarasangiz ham tepada YouTube deyman. Tepadagi dilisi 56 bemalol tidiq ko'rinadi do'stlar va yozuvlar ham tidiq ko'rinmoqda. Hozir biz buni yana bir sinab ko'rish, ya'ni isbot uchun ular trenirovka bo'limiga o'tib, bularni bir sinab ko'ramiz do'stlar. Xo'sh, mana hozir lekin bitta tomoni bor, buni oldin mana shu narsaga o'zgartirmaganimizda joyda qotib turibdi do'stlar.
o'zgargan bo'lib turibdi. Xo'sh, endi bu yerda hammasi даже o'zgargan do'stlar. Salgina mana bu yer to'g'rilangan ekan. Bu yer hammasi joyida do'stlar. Men aytganimdek, mana shunday qilsangiz bemalol hammasi joyida bo'ladi. Do'stlar, keyingi videomizda bundan hozir mana shu videomizda atiga 10 ta yo 15 ta like qilsa ham bizga mana shu like'lar ham yetadi. Mana shu like'lardan keyin yana bir video chiqarmoqchiman do'stlar. Dream Point'ni tez va oson yig'ish usullarini chiqarmoqchiman do'stlar. Mana shu videoga atiga 10 ta yo 15 ta like qilsa, keyingi ana shu Dream Point videosini chiqaraman do'stlar. Dream Point videosi video ham sizga juda ham qiziq bo'lishi mumkin do'stlar. Bu videoga ham like bosib, kommentariy yozishingizni so'rab qolaman do'stlar. Bugungi videolarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki sizlarga bu video ancha foydali bo'lgan bo'lsa. Xo'sh bo'lmasa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.